Mana dokumentlarni ko'rsatib o'taman. Yerimiz hujjati. Mana dokumenti bor. Xudo xolasa, bemalol barakasini qilsanglar bo'ladi. Kadastr beramiz. Ha, xudo xolasa. Xolasa yonida o'zim yurib, qarashaman. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, obunachilar. Mana yana bugun bir yer uchastkamiz sotuvga qo'yildi. Mana ko'rsatib o'tamiz. Mana manzil qayerda desanglar, Piskent tumani Chereshenka dachalaridan. Umumiy maydoni 6 sotik, shundan bir 5 sotigini bo'lib ajratib sotmoqda. Mana to'liq ko'rsatib o'tamiz. Uzunasiga 30 metr, eniga 17,5 metr. Aziz kuzatuvchilar, mana atrofini to'liq ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Ozgina o't shox-shabbalar bor. Egasi bilan kelishib, gaplashib barakasini qilsanglar bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar, mana 6 sotikdan bu yoqni 2 metr yo 2,5 metr kesib olaman deyishyapti zabor uchun. Mana ko'rsatib o'tamiz bu yoqlarni. Ozgina narsalari bor. Temir tersak kelib o'zinglar ko'rib tozalab, ozgina shox-shabbalari bor. Kelib ko'rib o'zinglar bahosini bersanglar bo'ladi. Uy savdo o'z kanali aziz kuzatuvchilar, like, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shu joyimizdan Qo'yliq dehqon bozoriga 30 kilometr. Piskent tumaniga 3 kilometr ekan bu yoqda. Toshkent dengiz shundoqqina 500 metr nariyoqda. Aziz kuzatuvchilar, dacha hisobida bet ko'rsatib o'tamiz mana. Xo'sh. Aziz kuzatuvchilar, arzon. Gaz hali kiritilmagan, lekin loyihada bor deyishyapti. Mana svet, tok, Wi-Fi internet tarmoqlari kelgan. Mana fundamenti tayyor quyilgan. Wi-Fi kelgan. Wi-Fi kelgan mana. Mana stalba tok kelgan. Qulay joyda, tinch joy. Mahalla. Mana qo'shnilari ahli inoq. Mana dam oladigan, kelib yashasa bo'ladigan joylar. Juda qulay joyda joylashgan. Bu tomonlarni ham ko'rsatib o'taylik. Material ham ayting, pochtani. Ne, mana toshlar qolar ekan. Struktural material qolar ekan bu joyda. Egalari olgan odam o'zi foydalansa bo'ladi deyishyapti hozir. Mana aziz kuzatuvchilar, mana ko'chalari. Arqa ko'chalarga. Mana bu tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana Odam yashaydi. odam yashaydi. 5 sotik yer uchun 8000 AQSh dollar so'rashyapti. Har bir sotik uchun 1600 dan. Mana qo'shnilar ahliroq. Mana qurilish bo'layotgan ekan mana mahallada. Sizlar ham kelsanglar, shunaqa qurilish qilib yashaydigan bo'ladigan. Mana shundoqqina trassa bo'yidan bir 300 metr kiriladi ichkariga. Aziz kuzatuvchilar, mana darvozalar bor mana. Mana bu tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Magazin, do'kon, maktab. Shundoqqina masjid yoninglarda mana. Mana uylar qurilyapti mana.